Agarda inson ota-onasini qaysidir xizmatini qilib, shuni evaziga ota-onasidan duo olayotgan bo'lsa, demak u arzimagan narsa evaziga qimmatbaho bo'lgan narsani qo'lga kiritibdi. Chunki siz hayotdagi ota-onangizni qanaqa xizmatini qilsangiz ham, nima narsa olib bersangiz ham, qanaqa o'zingizni qiynab xizmatini qilsangiz ham, siz ota-onani birgina sizga rizq so'rab, sizga umr so'rab, sizga bu dunyoda ham, u dunyoda ham yaxshilik so'rab qilgan duosiga teng keladigan narsa qilmagansiz. Nima qilgan bo'lsangiz ham, hattoki anoga boru umraga olib borib tavof qildiradi, yelkasida necha marta ham hamma amallarni qildiradi. Onamni haqqini ado qildimmi desa, tug'ruqdagi ingrashini, kichkina ingrashini ham haqqini ado qilmading. Ya'ni ota-onani haqqini ado qilish insonning umri yetmaydigan qarz. Buning imkoni yo'q. Lekin siz bunga harakat qilasiz. Shuning uchun ham men aytamanki, ota-onangning xizmatini qilib duo olsanmi, demak juda ham arzimas narsaga, juda ham qimmatbaho narsani olsan. Bunaqa shans ota-onadan boshqa insonlarda yo'q hayotda. Faqatgina ota-ona. Alloh taolo ota-onalarimizni umrlarini uzun qilsin. O'tib ketgan bo'lishsa, Alloh rahmat qilsin.